Agar bozordan koreyka olmoqchi bo'lsanglar, aql bilan olishni maslahat bergan bo'lardim. Sababi koreykani mana tek tomoni laxm bo'lib turibdi. U suyenoti dandara deyiladi. Mana uzun ketgan suyeli dandara, bunisida laxm. Mana laxm bo'lib turibdi bunisida. Mana suye yo'q, bunda suye bor. Hamma qassoblar mana bu laxm joyini tanish bilishlarga sotiladi. Bu yoz suyeli tomonini polniy go'sht tushunmaydigan odamlarga sotib olishadi. Sizlar talab qilinglar, menga har doim bedandara koreyka beringlar deyishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Ikkinchi masala bizda mana Abduqodir master go'sht bo'yicha mutaxassis bizga hozir koreykani qanaqa qilib to'g'ri kesish bo'yicha master klass kurs beradilar. Koreykani bo'yin tomonidan boshlab biqin tomoniga qarab kesish kerak, shunda to'g'ri bo'ladi. Agar biqin tomonidan bo'yin tomonga qarab kesiladigan bo'lsa, koreykalarimiz qiyshuv notekis bo'lib qolishiga olib keladi bu narsa. Mana qaranglar, to'g'ri kesilyapti. Koreyka hozir bo'yin tomonidan biqin tomoniga qarab juda ham chiroyli, tovarning vidlari a'lo darajada